Assalomu alaykum avtovoz abonachilari. Ben 2025-yil 9-mart. Biz mashina bozori 2 ta mashina chiqardik. Bir Cobalt, bir dana Nexus. Boshqa ishni Cobaltimizdan boshlab o'tamiz. Bu Cobaltimiz Gumsvetda 2023-yil ishlab chiqarilgan avtomat bo'ladi. Mashinamiz metanda 36 ming kilometr yurib turibdi. Bunga toza chexol, toza polik qo'yib turibdi. Maniki monitori, puls kontroli bor. Salonlarning moddiy poparkasi xo'sh sharoitda did bilan zetilgan. Tak, bu mashinamizni pulini agardan bo'lsak, puli 142 million so'm. Naqd bo'lsa kelishib beramiz. Bu yerda ikkinchi mashinamiz Nexia 3 avtomobili bo'ladi. Bu mashinamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan mexanika bo'ladi. Bunga kurgovoy tanrof urilgan, toza yumshoq balonlar qo'yib turibdi. Salonlardan biri ko'rsatib o'taman. Eshiklar akoprintdan chiqqan, keyin radiolar ham akoprintdan chiqqan bo'ladi. Bu mashinamiz ham metanda 160 ming kilometr yurib turibdi. Mana pulini agardan bo'lsak, puli 105 million so'm. Bunga ham shu naqdga kelishib beriladi. Tak, shu sizlarga shu ikki mashinamizdan birisi qiziq bo'lmasa, shu videoni tenda nomer qoldirib o'tamiz. Kelishadigan yeri bor. Kelaversa avtobaza ham ochiq.